yani. Bitta mavzu просто mavzu tashlab bo'ldi, ket shu bilan ochib ketaveradi. Ketdi. Men nima temadan boshlaymiz o'zim o'tirib olib. Hamma podkastni misol uchun aslida mashhurlar bilan bo'lyapti. Hozir bizni ko'pchilik tanimaydi. Tanisa o'zimizni auditoriya taniydi. Aytamiz, hozir yosh bola chiqib aql o'rgatyapti deb. Yo, polibon bo'ladi. Aql o'rgatyapti. No, hozirgi paytda nola qarasangiz, hamma aqllimi? No, o'zi tadbirkorlar ham O'zbekistonda 25 yoshdan pastga auditoriya bo'lyapti. Masalan, birinchi $1 million topayotgan yoki o'zi umuman-da. Masalan, agentsiyasi bor odam, pashti tanishlarim bor, bir ikkita 20 yoshga endi to'lgan bolalar-da, ularga o'sha oyiga pashti 50 ming оборот qiladi agentsiyasida. Xuddi o'sha masalan u aql o'rgatyapti. O'ziga olgan odam to'g'ri olaveradi. Masalan, kattani ham, kishini ham gapini eshitishgan. Yo'q, aqli yo'q keta oldi. Qo'shilib ketadi shu joyga. Nima? Xo'p, tema o'sha ochilib bo'ldi. Mana shu narsadan boshlasak, o'zi ham bir ko'pchilik ko'radi-da, yosh bolalar ham shu aql yo'q ketdi. Anaqa narsa gapirib tashlab bilgan, bilib bilmasdan. To'g'ri, bilib bilmasdan gapirganlar bor. Lekin shu bilib bilmasdan gapirganlar hisobiga bilib gapirayotganlar, mana shu o'qiganlar, mana shu sohada misol uchun opti bor odamlarni gapib, o'sha aytdi, chiqib nimadir deb qo'yib, kalla qo'yganlarni oldida hammaniki bitta naqa ketyapti. Shunaqa. Hammani fikri shunaqa bo'lib qoldi o'sha. Bitta o'zi u taraflama, masalan, yoshlar taraflamada o'zi birinchi SMM ham xuddi shunaqa bo'lib ketgan. Masalan, hozir SMM menejerlariga ham qo'pol qilib esa naskiga o'xshab almashtiryapti deyishadi. Xuddi shunaqa bo'lib ketganda, biznes egalari ham nima bo'ldi, siz SMM bilan kelisha olmadim. Nima bo'ldi, siz SMM biznesmen pulimni bermadi. Xuddi shunaqa deydi. O'zi ko'pchilikda muammo shunaqa. Muammo. Klient topa olmaydi. Masalan, ko'p yosh auditoriyalar, masalan, eng chiqayotganlar, noiloj qarasangiz bozorda klient topish osonda. Prosta o'sha yolg'on aralashtirmay, haqiqatni olib chiqib gapirsa ham bo'ladi-da. Bir xilla bor, masalan, men o'zim ham men bilan o'qiganlar bitta kursda ularda shunaqa edi-da, masalan, u kimdan eshitib oladi yoki bu narsani bitta video ko'rib qoladi-da, davay bitta video ko'rdimmi, boradi-da, "Okey" deydi, "Bugun mana bunaqa narsa qilamiz." Masalan, marketingda LTVni oshirish haqida dars o'tildimi, bo'ldi, dars bildimi, borib bittada qilaman deydi-da. Lekin masalan, LTVdan oldin nechta narsani qilib chiqishingiz kerak, masalan, brend nomini tanish uchun nimalar qilishingiz kerak, masalan, offer tuzib chiqishingiz kerak. U o'shalarga qaramaydi-da, bitta dars ko'rib oldi, YouTube'da masalan, LTVni oshirishmi, davay LTVni. Biz LTVni oshiramiz, mana shunaqa qilsa bo'ldi, ketdi. Ana biznesdan xuddi shunaqa, men biznesmen emasman, lekin biznesmen akalardan eshitganman. Что qanaqadir katta biznesni ko'rishadi-da, kichkina biznesda xodimlar. Bo'ldi, biz shunaqa ishlaymiz deyshadi-da. Bir haftami, 2 hafta o'sha sistemani ishlab turishadi, lekin yana o'zini joyiga tushib qoladi. Nega? Chunki u etap bo'lmayapti-da. Siz o'tirgandagi ko'ryapti, qayerdandir bo'ldi, shuni qilamiz deyapti. Shashim. Ayniqsa bizning sohamizda, bizning sohada bizdan kichkina bolalarda ko'p. Ana Instagramda bloger anaqa vaynayapti. Mana narsa qilyapti, bachka narsa qilyapti, pul olyapti, reklama qilyapti deydi. Ketdi, biz ham qilamiz deydi, qiladi, misol uchun boshida 100 ming, 200 ming prosmotr oladi-da. Bo'ldi, davay. Ketdi, yo'q, axlatga tushadi, maqsadsiz bo'lib qoladi. Shunaqa. O'zi ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi anaqalarda Instagramda ham ko'payib ketdi-yu. Instagram yurg'izgan bolalar SMMga o'tib ketgan agensiya ochib. Men o'zim 2-3 talarni ko'rdim. Endi ular masalan aytsangiz bo'ladi, tipo katta auditoriya yoki katta anaqasi bor, o'sha auditoriyasi bor, 100 mingtadan oshiq obunachilari bor. Bu baribir ham-da qanaqadir anaqalari bor, nima desa bo'ladi. Qaradi-da, mashinani olib chiqyapti-da auditoriyasiga, lekin davay men SMM bilan qilib beraman. Ularga chiqadi loyiha, ega brend biznesmenlar baribir beradi ularga, chunki 100 mingta auditoriya yig'ib qo'ygan. Lekin buni o'ylab qarasangiz, men o'ylayman, xato narsa deb o'ylayman-da. Ya'ni blogerlik bilan bizning sohani tenglashtirish. To'g'ri. Ko'plar masalan endi nomini aytishsa sal g'alati, yosh bola narsaga nomini aytibdi deydi. Bitta ko'rdim, o'zim 100 mingta obunachilari bor ekan, mashinani ko'p olib chiqar ekan. Shunaqa narsada, undan keyin reklamasini ko'rib qoldimmi, target reklamasini уже davay men SMM qilib beraman, chiqinglar, brendinglarning nomini oshib. To'g'ri, ular ham ishlasa bo'ladi, brend nomini ko'tarib berishga. Ko'proq shu taraflama. Brending ishlaydi, lekin sotuvga aralashish kerak, agar bilimi bor bo'lsa. Bir xilla mana shunaqa ham brend nomi bilan biznes ko'p egalari endi hozirgi paytda yaxshi tushunishyapti-yu, marketingni oldin 1 yil oldin ham brend nomini oshirib beraman degan odamlar, brendim nomi oshsa, sotuv oshadi. Sotuv oshadi qanaqadir qismi. Lekin baribir sotuvingiz, как marketolog sotuv bo'limi qurib, tizimlashtirib qilganingizdagi bo'lmaydi, baribir. U sotuvni oshiradi, qachon oshadi? Misol uchun qanaqadir vaqt periodda oshib turadi deb bo'ldi. U yo'q bo'lmasligi ham mumkin. Nega? Chunki ana Face mashhur,
mashhur odam chiqyapti, o'sha narsani yurg'azib beryapti. Zo'r ketyapti-da, brending anaqa bo'lyapti, lekin baribir hamma narsa vaqtinchalik-ku, abadiy emas. Ertaga odam trenddan tushib qolsa, bu face mashhur emas, hamma unga urgan bo'lsa, klassika o'qib ketsa. Shunaqa. Bu yo'g'ina bo'ladi уже. O'zi masalan, bilsangiz, odamlar o'sha blogerlardan ham zerikayapti. Masalan, oldingi topdagi blogerlarni hech kim kuzatmayapti, yangi chiqayotgan auditoriyaga yangi blogerlar kerak. Hamma shunaqa bo'lib ketgan. O'zi ko'pchilikni afatlari ham tushib ketdi. Ko'pchilik уже boshqa narsaga offer qaratyapti. Masalan, YouTube'ga offer qaratyapti. YouTube'da, chunki YouTube hali bo'sh. Masalan, Ayvashlar ham, masalan, Otabekalar ham. Ya'ni kim olsa bo'ladi masalan. Ko'pchilik уже YouTube'da, masalan, Otabekani ham ko'rdim, уже 2-3 ta marketologlar bilan уже videolar qilganlar, o'zlarining shaxsiy brend bo'yicha shogirdlaridan videolar qilganlar. YouTube'da ham уже o'zlariga yetarlicha auditoriya bor, prosmotrlari bor, zo'r ketishyapti. Meni fikrim bo'yicha taxminan balki bizda ham 5-6 yildan keyin уже hamma YouTube'ga o'tib olsa kerak. Masalan, oldin YouTube bo'lgan bo'lsa, yana YouTube'ga qaytiladi-da. Mana YouTube proyekt boshlanmoqda hozir. Mana mana shu YouTube o'zi. O'tgan joyda YouTube'ga tushib qoldi hozir. Bilasiz, именно YouTube uchun emas, просто Instagram uchun xuddi nareska sifatida qo'yishyapti. Ko'rgan bo'lsangiz. Xuddi YouTube podkast bergandek bo'ladi-da, lekin spesial Instagram o'zi uchun olishyapti. Biz hozir YouTube uchun olamiz, такой простой bo'lib olamiz, endi Instagram Reels uchun emas. Mana shundan olib qo'yib yuborishga o'z fikringiz qanaqa sizni? Zo'r deb o'ylayman men bu narsani. Masalan, ichida bilimli narsalar bor. Men yaqinda asoschilar podkastida Samo brendi, tekstil brendini ko'rdim-da ular videolar. Birinchi bo'lib men Instagramdan ko'rdim ular videolarini. Ya'ni, masalan, eksport bo'yicha gapirishdi, $500 milliard oshma, deyishmasam, ya'ni bilmadim, shuncha eksport qilganmiz deyishdi. Boshqa davlatlar bilan ishlaymiz deyishdi. O'sha orqali men ko'rdim 2-3 ta videolarni Instagramda. YouTube'ga o'tdim asoschilarga. Asoschilarga o'sha podpisatsiya bosib ko'rib chiqdim videolarni, Samoni to'liq ko'rib chiqdim. 2,5 minut, 3 soat ekan. Zo'r ma'lumotlar bor. Ya'ni xuddi o'shanaqa qilsa bo'ladi, masalan, qisqa, zo'rmi, temasi, masalan, pul haqida gapirilyaptimi yoki masalan 100 mingcha obunachi yig'ish haqida gapirilyaptimi, bo'ldi, o'shani ham qo'yib yuborish meni fikrim bo'yicha zo'r. Chunki Instagramdagi auditoriyani sekin YouTube'ga moslashtirib o'ziga ega bo'ladi. Как раз YouTube haqida tema ochildi. YouTube haqida bitta zo'r texnika bor, bilmaganlar uchun anaqani mana so'radi. O'rgatib ketamiz. Instagramda YouTube'da o'zi shorts bilsangiz zo'r prosmotr oladi. Men o'zimning Mr. Baha akkauntim bor YouTube'da 6000 ta bo'lgan. O'zi 300 dan 400 edi. Men просто ikkita reels qo'yib qo'yganman o'zim bilmasdan. Instagramda million prosmotr bo'lgan videoyim olganman-da, просто shortsga qo'yib yuborganman qiziqish uchun. Ertasi kuni bitta turib qarayapman, YouTube'da уже 1000 ta podpishka turibdi. 400 tadan 1000 taga. 600 ta bir kunda o'zida. Ikkita video orqasidan. YouTube auditoriyasi bilsangiz eng zo'r saralangan auditoriya YouTube bilan Telegramniki bo'ladi-da. O'ttigilar erinmaydigan. Facebookki ham bo'ladi. Facebookdagi kattaliklar lekin. Yosh kattaliklarni haqiqiy o'sha miyasi ishlaydigan, kiradigan, sotib oladigan odamlar YouTube'da, Telegramda, Facebookda ko'proq. Masalan, YouTube'da ham aytadi-yu, masalan, ko'pchilik hozirgi paytda aytayapti, men YouTube'dagi 1000 ta prosmotrim bilan seni Instagramdagi 1 million prosmotringga voz kechmagan YouTube'dagi 1000 ta odam. Xuddi shunaqada 1000 ta odam sizni 40 minutlik videoyingizni ko'rdimi? Erinmasdan ko'rdimi? Demak, odamlar siz ushab qolasiz. 1000 ta odam ushadingiz degani, уже demak, sekin o'sish bo'lyapti deganda. Xuddi shunaqa. Уже xudo xolisa biz ham YouTube'ga o'tsak kerak. YouTube'ga qo'yamiz, ketdi. YouTube qanaqasi bir xil dostu. Menga Abu Feruzbek tanysizmi? Xitoydan narsa olib keladigan nomli qarindoshlar chiqib keladilar. Ko'rgansiz. Eslamayapsiz. O'shalar aytganlar-da, biz maktabda o'qiganlar, bir kun kelsam maktabda o'tiribdilar. Men seni ko'rganman deyaptilar, videolarga bosganman, ko'rsataman-da. Bo'ldi, davay TikTok bilan YouTube'ga deyaptilar-da, bosma shunda. Instagramda million oldimi, sразу YouTube'ga qo'ygan. YouTube'da ham million oladi. YouTube bilan Instagram shorts auditoriyasi bir xil. Realni o'shanaqa qilgandan keyin menga anaqa hozir 6000 ta bo'ldim. O'sha payt 400 edim o'sha narsani aytgan paytlari. Lekin hozir men qo'ymayman, erinmayman. Eng katta sabab erinayotganim, ishim ko'payib ketganim. Erinish kerak emas deb o'ylayman. Chunki men ko'rdimki, 3 ta marketologlar o'sha YouTube'da video chiqarib. O'zim ustozim Hojiakbar akam ham o'sha YouTube'ga o'tib ketdilar-da. Bo'ldi, YouTube'da videolar chiqaryaptilar. Bo'ldi, prosmotr ham bo'lyapti, obunachi ham qo'shilyapti. Zo'r ketishyapti YouTube o'zida. Ya'ni YouTube'dagi auditoriya baribir saralangan, sizga mos auditoriya bo'ladi-da. YouTube'da va o'sha aytganingizga sabrli odamlar. Instagramda ko'radi, o'tkazib 3 yil. Agar ushab qolsangiz bo'ldi, olib ketadi. Hozirgi paytda ushab ham bo'lmayapti. Ko'pchilik hamma o'sha asl ketdi, xub ko'ryapti. Ha bo'ldi, xub ko'zini ishonmoqchi edi. Reklamalikni biladi-da, o'sha bitta. O'sha og'zidan bundoq og'iz qimirlashdan o'zi bilib olishyapti. Demak, hozir bitta reklama qiladi deganda. Xuddi shunaqada. YouTube'dagi reklamalar bilmadim qanaqa effekti bo'ladi. YouTube'da men reklama qilib ko'rmaganman. Men Mirshakar Fayzullayevni ko'proq ko'raman-da men. Stand-upda.
Просто reklamani обязательно qatqarib tiqib ketish shart emas. Video boshlandimi, mana bunaqadan olinglar, mana anaqa promo kod. Bo'ldi. Reklama. Instagramda reklama qilish eng katta muammo. Uzoqdan tema olib kelib turib, reklamaligini bildirmasdan turib bittada berish kerak. Shu tushunmaslik uchun. YouTube'da bo'lsa primoy chiqadi. Mana reklama qilmoqchi ham narsani ko'rdinglar, bo'ldi, davom etamiz. Xuddi eng qizig'i bilsangiz, agar oldin Instagramga 2,5 minutlik videolaringiz ham reklama bo'lsa ham uchayotdi. Qanaqa hozir уже 2,5 minutlik videoni odam ko'rmayapti Instagram. Reklamangizni siz aytayotganda o'sha boya uzoqdan olib kelib gapiraman deguningizcha o'sha odam o'tkazib yuboradi-da. Masalan, uzoqdan olib kelganingizga ham bir 10 sekund o'tsa ham odam o'sha bu kim haqida gapirayotgan ekan deb tirsakda o'tkazib yuboryapti-da. YouTube'da meni fikrim bo'yicha reklama eng zo'r samara bersa kerak deb o'ylayman. Chunki YouTube'da baribir, masalan, men o'zim YouTube ko'rayotganimda, masalan, kompyuterda ko'rsam ham ish qilaman, bitta ekranimga YouTube qo'yib qo'yaman, bittasida ishimni qilaman. O'tkazmayman umuman YouTube'da narsani. Reklamani oxirigacha ko'raman. O'sha narsa uchun ham qanaqadir esimda qoladi brend nomi masalan. Kirib qoladi shu narsa. Ko'chada yurganingizda, mana bu narsani ko'rdingiz, olasiz, ishonch. Xuddi shunaqa-da, masalan, o'sha Mirshakar deganingizga, Mirshakar Fazlillayev men anaqalarni ko'raman-da. Xayr, fevral, faqat o'shani ko'raman. Stand-uplarni ko'rmayman, faqat xayrlarni ko'raman. Sabr olinglar, sabrdan ko'ringlar, bo'ldi. Xayr bir Xuddi shu-da, mana masalan Anundan futbol ko'rishga kirdik, kiryapmiz, nima bor deymiz, masalan, avval popkorn, bundoq qarasak sabr turibdi, boshqa narsa turibdi. Dedi, sabr yaxshi bo'lsa kerak, hamma o'sha yerda ko'radi, hamma anaqa qiladi deymiz. Bo'ldi, o'sha miyada sabr olib ketaveramiz. Xuddi shunaqa narsa-da. Xuddi shu narsa bo'ldi menda ham. Xayr, Mirshakar akani Xayr fevralmi? Xayr yanvar ko'rayotganman menimcha. Xayr yanvar ko'rayotganda, такой islomga chiqibdilar, sabr olinglar deyaptilar-da. Ro'za payti. Ro'zaman, bu iftordan keyin olaman deb magazin chiqib sabr olib keldim, erinmasdan. Iftordan keyin. Bu videoni ertalab ko'rganman bo'lmasam. Normal ta'sir qiladi-da. Endi qarang, siz marketing sifatida, misol uchun siz qanaqadir kompaniyani marketing bo'ldingiz. Endi mahsulotlaringizni siz barterga yoki blogerlarga reklamaga chiqazmoqchisiz. Shunaqa strategiya qildingiz, blogerlar bilan ishlayman deb qoldingiz. Mahsulotingizni ularga video qilib ber deb o'zingiz ssenariyni yozib berasizmi yoki ularning ssenariysi bo'yicha ishlagan yaxshi deb bilasizmi? Mana shu bo'yicha Instagramda biz o'zimizda bo'lgan narsa Xorazmda Rais Group eshiklarni yurgizganmiz. O'ttimizda Inamarka Haydadan reklama olganmiz. Endi Inamarka Hayda o'zi 1 yil oldin juda top yuruvdilar. Hali ham shunaqalar. Prosmotr qo'ysalar, jigar desalar bo'ldi, 1,700,000 prosmotrlar bor, zo'r ketyaptilar. Reklamalarning ham foydasi bor qanaqadir qismida. Biz o'shanda ssenariyni o'zimiz tuzib berdik. Ya'ni ularning stillaridan kelib chiqqan holda o'sha jigarlarni qo'shib, ularni o'sha og'izlariga tushadigan qilib, xuddi o'shanaqa tuzib berdik. Bizda shunaqa narsa men taklifim bo'ladi, ya'ni o'zingiz tuzib bering, gapiriladigan gaplaringizni o'zingiz firma haqida, ularga bering. Aka, menda mana shunaqa tuzilgani bor, bitta o'qing, o'zgartiring. Biz ularga berganmiz, ular o'zlariga moslashtirib olganlar, ham ssenariy yodlashlari oson bo'lgan, tuzib gapirib ketishlari, reklama ham sifatli bo'lgan. Ya'ni o'sha ularda ham brend nomidan biz tuzib bergan gap gapirgan, masalan 10 yillik tajribasi bor. Ular masalan o'zlari bilmaylar, uning uchun ham qanaqadir ma'lumot berishingiz kerak. Ma'lumotga kamida yarim soat vaqtingiz ketadi. Undan ko'ra o'zingiz tayyor tuzib qo'ysangiz, keladilar, bitta o'qinglar. O'qib olganlardan keyin, ha bo'ldi, sizlar 10 yillik tajribangiz bor ekan, eksport qilgan ekansizlar, katta firma ekan, xuddi shunaqa narsa bo'ladi-da. Lekin men fikrimcha o'zi aytasiz, xuddi shu narsa reklamaga borganda, siz reklamaga chaqirishda Facebook tushib berasan yoki boshqa tushib berasan chaqirishyapti, menim. Tayyor kompaniya haqida informatsiyani o'qib ol deyishyapti. Bu eng xunuk narsa menimcha. Men любой boshqa narsani o'qib olsam-chi, qolgan narsani aytsamchi-da, video bo'lgan ekan unaqa joyga xato ketibdi-ku desa, u bir to'g'ri kelmaydi-da. U menga informatsiya bermadi, men o'zim diqqatdan informatsiya topib oldim. Xuddi shunaqa narsa. Xo'p, men bir temani aytib qoldingiz-ku, ssenariy tuzib berish kerak, to'g'rilab. Otabek Ayvash kurslarida o'qiganman shaxsiy brend bo'yicha-da. Именно mana shu bo'yicha tema ochilgan. Biznes egalari, siz blogerga reklama bermoqchimisiz? Siz hech qachon unga uni ssenariysiga qarshi, uni formatiga qarshi narsa tuzib bermang. Tuzib bersangiz ham unikidan to'g'rilab chiqib tuzing. Чтоб bitta bo'ladi. Uni yo'nalishdan kelib chiqsa, misol uchun, o'zlari aytadilar, olgan proyektlarim bo'lgan, marketinglarning tavsiyasi bo'yicha ishlaganman, umuman rezultat bo'lmagan deyaptilar. O'zimning tavsiyam bo'yicha bitta video olganman, ketdi normal bo'lgan deyaptilar. Shunaqa, ko'pchilikda o'zi. Biz kurslarga borgan kunim, короче, anaqa narsa bo'lgan. Birinchi kuni mitingda yig'ilganimizda 6 sekund degan ko'mir reklamasini qilganlar-da. 1 sekundda cho'zaman 20 shunaqa bo'lgan. Fit olayotganlar ko'mirga ketdi. O'zlarining stillarida gapirganlar bo'ldi, tugagan video. 20 sekund ichida reklama qilib и просмотр нормальный просмотр degan o'shmaydi. Bilmadim, millionmi shunaqa edi. Adashmasam 5 sekundda yonadigan ko'mirmi o'sha. Biz hamma reklamasini ko'rdim. Mana ularda ham marketinglarni tanimayman. Kim bo'lsa ham, lekin prям zo'r ishlab qo'yishgan. Chunki
5 sekundda hamma blogerga siz aytayotgan boya ssenariyni o'zi tuzmaganda, просто aytgan ular 5 sekundda yonadi degan, bitta ishlatib ko'rishgan. O'sha masalan odam ishlatib ko'rgan mahsulotini reklama qilishi oson bo'ladi. Meni fikrim bo'yicha, demak ularda ham ishlatib ko'rildi. Ishlatib ko'rilgandan keyin reklama qilingan mahsulot zo'r chiqqan. Ular hammasida reklama. Yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, anaqa ham chiqib ketdi-yu. Shashlikni idishda bo'ladi, salati bo'ladi. Trend bo'ldi. Bitta emas, 3 dan 4 tadan tashladi uni. 3 dan 4. Uni ham zo'r trend bo'lib ketdi-da. Uni ham odamlar, blogerlar o'ziga moslab olishdi. Masalan, Ibrohim aka o'zlariga moslab olib chiqdilar, o'sha xamirni orqasiga to'rg'izib qo'yib. Xuddi o'shunaqada. Ya'ni odam o'ziga moslab olsa yaxshi bo'ladi. O'sha boy siz aytgandek, ssenariyni u odamdan kelib chiqib tuzgan yaxshi baribir. Chunki masalan siz u odam ochiq oyda masalan jigar, bemalol gapirdi, siz ularga diktorlarga o'xshab bitta ssenariy berib turib, "Aka, mamnun etasiz, unam bu kompaniya deb tursa g'alati narsa bo'ladi" deb o'ylayman-da mana. Effekt ham bermasa kerak reklamada. To'g'ri. Xo'p, mana bu tema yana ochilib qoldi. Aytasiz, marketinglar zo'r ishlab chiqqan 5 sekund ishlatib ko'rgandan keyin o'zi sotuvda ham xuddi shunaqa narsa. Sotuvga qaytadigan bo'lsa, sotuvga kirmayapman, gapirish bo'yicha. Mana bunaqa narsa sotuvchilar hech qachon o'zi ishlatib ko'rmagan mahsulotni sota olmaydi, yaxshi sota olmaydi. Agar misol divanchiman, men kreslo sotaman, mebelchiman. Mana shu mebelga o'tirib qanaqaligini komfortni his qila olmasdan men maqta olmayman klientga. Xuddi shunaqa narsa blogerlarda ham shu. Ishlatmasdan turib anaqa bo'lib qoladi. Biznes egalariga shu bo'yicha nima demoqchiman? Agar siz, misol uchun, mahsulotingizni reklama qidirmoqchi bo'lsangiz, qaysidir blogerga siz unga qo'yib bering, o'sha narsangizni bitta ishlatib ko'rsa, mazza qilib, keyin o'sha bo'yicha o'zi bitta video olsa, ko'rasiz rezultatini. Javob beraman shunaqa. Adashmasam, Jahongir Latifovga bitta kompaniyadan oyoq massaj qiladigan berishgan. Ularni adashmasam bularda ishlatib ko'rdilar, ya'ni to'lovni ko'rmadim adashmasam. O'shanda xuddi shunaqa bo'ldi ular ham. Ishlatib ko'rdilar, undan keyin o'sha story qo'yibotdilar, bular bilan bo'ladi, o'ziv chestniy o'ziv bo'ladi-da, bularni o'zi gapirayotganiga masalan, u mahsulot kim oladi? 20 yoshli odam biz olmaymiz-da. Bizga kerak emas. Ota-onamizga ham olib berishimiz u вопрос narsa-da. Lekin bizning ota-onamiz o'zga olishlik mumkin. O'tni ko'rsatyapti. Уже bo'ldi, yosh katta auditoriyalarga demak reklama qilsak bo'ladi, bo'ldi, уже o'tda sotuv ham bo'ladi konkretni. Bu xuddi shunaqa narsa-da, baribir. Keyin yozib o'tadigan bo'lsa, o'zingiz aytib qoldingiz, auditoriya mavzusi. Har bitta biznesda o'zining auditoriyasi bo'ladi. Misol uchun, qanaqadir mashina sotadigan joyga olib chiqib turib, men 13 yoshli bolalarga vayn qilib reklama qila olmayman. Chunki u odam olmaydi, u bola olmaydi, puli yo'q auditoriya. Menga puli bor auditoriya kerak. O'sha bo'yicha auditoriya bo'yicha sizda qanaqa muammolar bo'lgan proyektlaringizda? Misol uchun bo'lganmi qanaqadir proyekt chiqib turib, auditoriyasi misol uchun 30-40 yoshli auditoriya, lekin talab qilayotgan narsa sizdan 15-18 yoshli auditoriya uchun narsa talab qilyapti. Bo'lgan shunaqa proyekt? Bitta proyekt bor, nomini aytolmayman u. Bo'lgan menda holat hozir o'zi o'sha siz aytgandek 40 yoshdan kattalar uchun mahsulot. Ya'ni o'sha mashina, aksessuar sotadigan do'kon. Ular reklamani, ya'ni blogerlardan reklama olyaptilar, yosh blogerlardan. Ya'ni biza qatori yo'q, bizdan ozgincha katta emas. Men aytolmoqlarga kim kuzatadi deb o'ylaysiz deyapman-da. Vayn olib chiqadiganlar yosh bolalar kuzatadi deb o'ylayman-da. Masalan, o'zi aslida shunaqa, masalan, biznes egalari qachonki o'sha marketologga fikriga qo'shilish kerak deb o'ylayman. Meni fikrim bo'yicha ko'p biznesmenlar haligacha marketologlarning fikriga qo'shilmaydi. Mana bu narsani qilasan deb talab qilib turadi. Unaqa bo'lish kerak emas. Marketologmi? U ham shu sohada ishladi, shu sohada o'qib ko'rdimi, proyekt qildimi? Demak, u ham biladi nimadir. Bilmasa sizga taklif bermaydi-yu. Masalan, eng kam cheki $3000 tursa, $3000lik pulni bera olsmi? Demak, u biladi. Bo'lmasa, u ham 3000 ga ishonish qiyin. Xuddi shunaqa narsa-da. Mana shu marketologga biznes egalari marketologdan talab qiladi dostu. Unda qozoqlarni vaynini ko'rib qoldim. SMM shikli SNGda deyapti-da. SMM shikli qo'lik zanjir boylab, narushniklarni olib kelyapti restoranga. Tanishlar bizga SMM shikli deyapti. Короче, o'tirib ish vaqtini tushuntiryapti. Ertalab soat 9 da kelasan, kech payt soat 8 dan keyin ketasan. Nega men bunaqa ishim bunaqa emas, so'mga kelsam bilmayman. Agar sen har kun kelmasang, menga kim suv olib kelib beradi? Kim xonamni tozalab turadi deyapti. Agar ko'rgan bo'lsangiz, men video orasiga qo'shaveramiz shunchaki anaqani vaynni. Bu xuddi shunaqa narsa bizada bilmadim bir 4-5 yil oldin shunaqa qaralgandir SMMga. Lekin hozir ancha yo'q, lekin hali ham bor. Lekin talab ham o'zgargan bizda hozir. Chunki o'sha hozir SMM hech kim ishlamayapti. Marketolog bilan o'sha konkretni sotuv bo'ladi. Meni o'zimda bo'ldi. Endi 1 yil oldin
Chirchiqdan bitta loyiha chiqdi, kafe. Aytayapti, zo'r menga yoqyapti. Ikkita loyiha beraman kafe deyapti, katta kafe deyapti. Yurg'izib ber deyapti. Masalan, kam summa aytmayaptilar, почти $1000 aytayaptilar har bir loyihaga. Lekin xuddi o'shanaqa 9 dan 6 gacha o'tirib ishlayman. Men aytolman, men nima keragim bor? Haftada ol. Menga nima keragi bor siz bilan birga o'tirib? Nima men kafezda ovqatdan degustatsiya qilib beramanmi deyman? Yoki klientlardan o'zib olib yurishimga. 1000 klientdan o'zib olsam bir kunda chiqarsiz 6 ta post chiqarsiz ham уже to'ydiz deganda odam to'yib qoladi. Auditoriya kafe yo'nalishida ayniqsa. Kafe yo'nalishida marketolog bo'lsangiz, siz bir marta o'yinga kelsangiz, o'rningizga SMM qo'yib qo'ysangiz, SMM o'zida o'tiradi, har kuni borib kerak bo'lsa. Lekin u yo'q. Davay o'zing qilasan, mayli bola qo'ysang ham o'zing kelib har kuni ko'rib berishing kerak. Men o'ylayman, unaqa bo'lishi kerak emas. Tanishmidi? Cheres chiqqanda. O'shancha ekan. Sababi ham o'shancha ekan. Masalan, uje men xursand bo'layotganim ko'p uch tadbirkorlar SMMchi bilan marketolog ajratib olishyapti. Men oldin birinchi boshlagan paytlarim sindoshlarim ustimdan kulishardi. Ha, sen blogerlik qilasan, va sen menga o'xshab vayn qilasan. Lekin bunday o'ylab qarasangiz, unaqa emas edi. Men o'zim Somsaxona yurgizganman. Birinchi emas, endi o'sha loyiham bo'lgan. Somsaxona yurg'izganman deganingiz qanaqa? Ya'ni SMMni qilib berganman. O'shanda meni masalan Samsung ko'rsatib tursangiz odamga yoqmay qoladi-da. Ularda brend nomini olish uchun как Vine sifatida qilib olib kelishingiz kerak yoki bu narsa. Men o'shanda to'g'risini hali o'zim videolarim bor, xolisda ishlayman. Kulganman-da. Ya'ni qanaqa ishlagan, ibratli video olganman-da. O'zim rol o'ynaganman u yerda. O'zim kulganman-da. Ana bilsangiz, endi ustidan kulishmasu. Ibratli qaragan narsani kulib yorish misol qoldi. Men trend bor-ku, xuddi o'shanaqa bo'lib ketgan. Hayol o'sha keldi, aslida shunday deb turibman. Xuddi o'shanaqa-da. Men borganman, oddiy oq bilan o'rab qo'yishgan, oynadan mo'ralab turib, somsa so'rab, davay ishlayman debdi. O'rtoqlarim o'shani ko'rganda sanamlash qoldi. Lekin o'sha videoyimdan brend nomi oshganda ancha. To'g'ri, uni kulgan ko'p odamlar kommentariyada polni hate bo'lib ketgan, lekin uje brend nomiga qanaqadir ta'sir qilganda. Xuddi o'shan endi xudo xolasa hamma juda saviyali bo'lyapti, hamma shuni yetayotganiga men juda xursand bo'lyapman. Keyin mana bunaqa narsa, bu proyektlaringizni orasida o'zingiz anaqa aytyapsiz-ku, ibratli videolar olganman deb. Nechta proyektingizni boshida o'zingiz bo'lib Facebook tushgansiz, hozir Facebook tushasizmi? Oldin Facebook tushgansiz? Xo'p, o'zim boshlanishda 2 tami 3 tasida o'zim tushgan. Yo'q, 2 3 ta emas. Почти 5 tasida o'zim tushganman. 5 ta proyektda o'zingiz Facebook tushgansiz, to'g'rimi? O'zim Facebook tushgan. Nega hozir naqsh qilmayapsiz? Sababi nimada? O'zim nola qarasangiz, tushsa bo'ladi. Boy siz aytdingiz-ku, 100 mingtalik obunachiga kelib to'xtaldik-ku, biz brend nomini oshirish. Xuddi o'shanaqa narsa-da, bu yerda. Masalan, obunachim yo'q meni. Mendan foyda kelishi qiyin. Masalan, unning o'rniga, masalan, o'zimga o'sha foyda kamroq kelgandan ko'ra $200 Face'ga sarflaylik, lekin uni уже chiqqan bo'lsa, undan ko'proq foyda keladi. Demak, xuddi o'shanaqa narsa-da. O'shanga hozirgi paytda o'zim tushmayman. Tadbirkorni o'zini tushirishga harakat qilaman men hozirgi paytda. Karyerani boshlab oling. Nimadan boshlagansiz? Necha yoshda qiziqish bildirgansiz o'z mashinasiga? Bu sohaga qanaqa kirib qolgansiz misol uchun? O'sha narsa. O'zi men yoshlikdan nimasi bo'ladi? Ko'p gapiraman, juda ko'p gapiraman. O'qituvchilar, maktabda ham o'qituvchilarimdan juda ota-onamga jalbi kelgan, ko'p gapiradi, ko'p anaqa qiladi. Sho'x bolamiz, noila hamma sho'x bo'ladi. Juda ko'p gapiraman. Menda shunaqa narsa bor, ko'plar jurnalist, diktor bo'lasan deyshadi. Men o'zim tadbirkorlikka juda ko'p qiziqaman-da, biznes qilishga. Gapingiz o'zim birinchi prezident bilan gap bor-ku. Gaplari bor, birinchi prezident bilan Islom Karimov. Bola bo'lsin, sho'x bo'lsin, sho'x emas, yo'q bo'lsin degan. Shularni ko'rgan bo'lsangiz Instagramda chiqadi. Shular sho'x bo'lganman, o'sha 7-8 yoshligimda maktabda o'qiyotgan juda sho'x bo'ldim. Ota-onam meni bo'sh qolmasin, yomon yo'lga kirib ketmasin. Birinchi bo'lib 2020-yil karantin boshlarida o'sha Hojiakbar akamga targetolog kurslariga berishgan. O'qiganman, o'qiyotgan paytim, ham maktabda o'qirdim, darsim bor edi. Darsga kech kelardim. Ozgincha o'qish, masalan, bilsangiz endi baribir yosh bo'lamiz. 2020-yili yosh bo'lganman. Mas'uliyat degan narsa bo'ladi-ku baribir. Mas'uliyat u payt yosh bola bo'lganimga bo'lmagan ham. Kerak emas, ota-onam nima kam qilishmaydi-ku baribir. Kerak emas narsa bo'lgan. Ota-onam o'sha maktabdan jalb kelgan, ya'ni boshqa narsada yashayapti, darsga qatnashmaydi. Fikri boshqacha, bosh joyda. Keyin meni aytishgan, davay, keyin men borganman, o'sha uchebnik sentrda Murodjon akam borlar, Hojiakbar akam ukalari bo'ladi. O'sha yerda men aytganman, ya'ni ozgincha mana shunaqa holat bo'ldi menda, bora olmayman deb. Undan keyin qaytganman, ya'ni uyda, mahallada yurishni boshladim. Keyin 1 yildan keyin
1 yil emas, даже o'sha yarim yil, 1 yildan keyin, 1 yil ekan. Sartaroshxonaga shogirdlik berishdi. Meni eng gullab yashnagan davrim, eng o'sha hamma yo'lga kirib, hamma yo'ldan chiqqan davrim o'sha yoshda bo'lgan sartaroshxonada. 2 yil sartaroshxonada, 1,5 yil. Xo'jayin bo'lmaydi. O'zi xo'jayinsiz. To'g'ri, ustozingiz bo'ladi. Agar ustozim juda ham zo'r odam bo'lgan sartaroshxonada, muomalani ham o'sha yerda o'rgatilgan, qanaqadir qismi, hamma narsa o'tda o'rganganman-da. Odamlar bilan qanaqa gaplash kerak, nima deyish kerak, mana bunaqa paytda, hamma narsani o'sha yerda o'rganganman. O'sha yerdan keyin o'zim sartaroshxona ochganman. Alohida sartaroshxona ochdim, o'tda 1 yil shogirdlikda yurgandan keyin sartaroshxona ochganimdan keyin sartaroshxona ozgincha yurdi, o'sha yosh bolasiz, yana o'sha yosh bolali, yosh masalasi, odam sochingizni yosh bolaga ishonish qiyin-da. Baribir. Masalan, men o'zim ham shogirdlar bo'lsa, ustozim shogirdlari, to'g'ri ustozim shogird ishonish kerak. Lekin men ishonmayman. Ustozim o'zlariga oldiraman-da. Sochim. Xuddi o'shaqa narsa bo'lgan-da, ya'ni ishonmagan odamlar yosh bo'ladi ham. Undan keyin arenda berishingiz kerak sartaroshxonaga. O'sha arenda qarasam adam tarafga o'tib ketgan. Ya'ni adam berishlari kerak. 1 oyga arenda to'laysiz kuniga ham. Yo'q, men 1 oylik arenda to'ladim. Bizning o'zimiz mahallada sartaroshxonada, ustozim sartaroshxonada ko'chaning boshida bo'lardi, paytda. Meniki ichkarida, masjidning shundan oldida sartaroshxona bor edi. O'sha yerda olgan edim arendaga. O'sha yerda arendasi 1 oy o'zim to'ladim, 2 oy adam to'laydi. 1 oy to'layman, 2 oy adam to'laydi. Undan keyin sartaroshxonamda o'sha minusga qarab kirib ketaman. Keyin o'tda sartaroshxonani yopdim. O'sha bo'ldi. 1 oy uyda o'tirdim, hech narsa qilmayapman, nima qilishni bilmayman. O'sha payt keyin bari o'qiganman, o'zim qiziqishim bo'lganligi, mana sohaga уже day proyekt olaman. Nima bo'lsa bo'ldi, o'xshasa o'xshaydi. YouTubedan ko'raman, o'rganib olaman, yana qilib ketiraman. Chunki u payt yana qaytadan o'qish degan narsa boshlab oling, keyin u narsa bo'ladi. Ha, boshlab oling nima bu? Onam o'zlari farmatsevtikada bitirganlar, klinika bilan anaqada ishlashadi. Ammam bilan onam aptekada. O'sha klinikaga onamga aytganman, "Ona, davay men gaplashib ko'ring, klinikangizni yangi ochilgan edi. Yurg'izib beraman SMMni. Mayli, o'sha necha pul bersam boshlanishiga deganman." Hech esimdan chiqmaydi, 300 ming so'mga olganman deb. 1 oyga 300 mingmi? 1 oyga 300 ming. Daj 1 oy emas, 2 oyga. 23mi? 23. 23 300 ming. 300 mingga olganman-da. Eng qizig'i 300 mingga. To'g'ri, endi u payt masalan mikrofon, bunaqa narsalar yo'q bo'lgan. Eng qizig'i oddiy Samsungda bilan syomka ham qilganman. Chunki o'zim Samsung tutardim, yaqindan iPhone'ga o'tdim. O'zim Samsungda qilgan paytim, uje qarasam Samsungda bar kачество pastligi uchun o'sha yerda ishlaydigan bitta ayollar iPhone'lar bo'ladi, 11lar. O'shanda syomka qilishni boshlaganman-da. Yoki xo'jayinning o'zinikida syomka qilishni boshlaganman. Keyin o'sha o'tda bar masalan syomkani ularda qolsimi, o'sha ularda ham qanaqadir bo'ladi, nima keladi qo'ldan degan narsa bor. Lekin Xudoga shukr qilaman, o'sha yerda birinchi tajribamni olganman, o'sha yerda kuyganman, kuyishni ham o'rganganman, o'tdan chiqib ketishni ham o'rganganman. O'sha 2 oy yurg'izib berganman. O'sha undan keyin Instagramlari o'sha yopilib ketgan. Keyin undan keyin yana ustozim oldiga qaytdim, ustozim oldida yurish boshladim. Keyin u payt yana bitta narsa, shu orada men ham marketingni o'rganganman, ham somsaxonada ishlaganman. Boya aytgan somsaxonamni ham o'rganayotgan paytingiz somsaxonani yurg'azgansiz. Yo'q. Ishlagansizmi? Tog'amgalar somsaxonasi bor. O'sha somsaxonada ishlaganman, somsachi bo'lib. Universal xodim. Ana anaqa bor, Daniel taksida aytgani, hozir trend bo'lib ketdi. Hamma meni 21 yoshimdagi portfoliyam deydi. Men 21 yoshimda desant bo'lganman. Xuddi o'shanaqa narsa-da. Masalan, bir xil aytadi, "Ukam hali yosh bolasan-ku, qattiq ko'rib qo'ygansan" deydi. Unaqa deyish men o'ylayman, xato deb o'ylayman. Chunki hozirgi bir xil bolalarni bilaman. 18 yosh bo'lsa, 30 yoshlikdan ko'p narsani ko'rib qo'yganda. Ya'ni ko'rib qo'ygan degan narsada mana shaxsiy hayotdagi emas, biznesdagi narsani, o'qitdi, tajribada odamlar bilan gaplashishni o'sha ko'rib qo'yganda. Bir xillar aytadi, o'zimdan ham ko'pchilik aytgan, "Sen nima bilasan? Unaqa bo'lish kerak emas" deb o'ylayman-da. Bolami gapiryaptimi? Demak, unda nimadir bor, nimadir biladi. O'zini fikrini o'zim no'g'ri qilsa, o'zini fikrini yetkiza olgan odam o'sha bo'ldi-da. U odam o'zining miyasi bor, o'zining fikri bor. Miya-da u. Xuddi shunaqa bo'lgan, somsaxonada ishlayotgan paytim ham somsada ishlaganman. Somsachilikni ham o'rgandim, Xudoga shukr, ham marketingni ham o'rganganman. O'sha undan keyingi loyiham somsaxona bo'lib ketgan. O'sha somsaxonada ishlaganman. Bilasiz, opit bor. Ular opit bor. Somsaxonada ishlaganman, somsaxonada 6 ga ish bo'lardi. 6dan keyin bu yoqqa kelib o'qirdim. Yana Hojibergan bo'ldi. Shogird bo'lib. Undan keyin o'sha ham orada videoyim chiqarishim kerak somsaxonaga, ham qilib berishim kerak. Xuddi shunaqa bo'lgan, o'sha tajriba sekin-sekin yig'ilib, endi Xudo xolisi hozirgi paytda 15 tadan oshiq loyiha yurg'izdim shu yilgacha.
ну кейslarim ham bor, xudoga shukr, o'zimga yarasha bemalol. Как olib chiqa olaman, katta proyektlarni ham loyihalar ola olaman hozir. Bu narsani akasi so'raganim sababi mendan sizdan kichkina bolalar bor. Masalan 12-13 yoshli. Biz ham mana shu sohaga kirmoqchi bo'lgan yoshimizda deydi. Mana shu umuman ishlashni boshlagan yoshimizda bor-ku. Imенно shunaqa periodda turgan bolalar bor-da, ko'ryapti-da. Men ko'p pul topyapti, men mana pul topyapti, o'sha odamga qiziqib, o'shani sohasida kirib ketib qolyapti-da. O'shanga so'rayman, sizda ham sразу marketolog bo'lib ketmagandirsiz, sizdan so'rayman-da. Men o'zim YouTube yurg'azganman. 12 yoshimdan o'rtog'im biladi. YouTube yurg'azadi 12 yoshimda. Prosta life hacklar qilardim. Keyin ko'nglim qolib ketgan, shundan ustimdan kulishgan bolalar, shundan keyin to'xtatib qo'yganman-da. Keyin karantindan keyin 2021da servisga ishga tushganman. Amakim meni servisga ishga berib qo'yganlar-da, ustalardan mashina tuzatishga. 1 yil mashina tuzatib yozdi mashina tuzatib ishlaganman. Ularga keyin do'konga o'tganman, keyingi yilda уже zapchast do'konda pulni changlatib yuradi. Chang polartib emas, mana ko'pirib ketdi, lekin changlatib yuradi. Har bitta zapchastni olib, artib, vitrinasini tozalab chiqadi. 3 oy yozib, zo'r narsa deb o'ylayman bu narsani. 3 oy yozib, 1 oyda polni uborkaga qaraganman. Sherigim ham bo'lardi. Polni uborkaga qaraganmiz. Keyin o'sha 2 oy davomida biz sekin-sekin sotuvni o'qib olganman. Keyin o'sha yerda o'pish adashmasam 4 ta yosh ishlaganman. 4 yil hisobida 4 ta yosh ishlaganman. 2-chi, 3-chi, 4-chi yozlarda normal o'qib qo'yganman. Sotuv bo'yicha o'qib olganman-da. Hozirgi misol uchun ishlayotgan proyektim Akilto'sda bo'ladigan bo'lsa, keyin o'sha yerda sotuv bo'yicha hozir ishlayman. Hisobida universal xodim ma'lum etdim sizga. Sotuv bo'yicha o'sha narsani o'qib olganman. Tovar narx qo'yishda nimaga ahamiyat berish kerak? U odam endi menimcha sotib turib, men bu odamga menimcha sotsa keyin ertaga ikkitasi bitta bo'ladi. Misol uchun, misol uchun $10 narsani siz kelyapti kimdirgadir $11 sotasizda, ertasi kuni kelyapti-da, men 10 tomoqcha mashina bersiz, $10 ga sotsangiz, har kuni $10 oldim. Shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin. O'sha narsa hammasini ko'rganman, keyin eng zo'r narsa bu opitda vaziyatdan chiqib ketish. Hamma sohada o'zingiz urib ko'rgan bo'lsangiz, xato qilib ko'rgan bo'lsangiz, qancha ko'p xato qilgan bo'lsangiz, vaziyatdan zo'r chiqib ketasiz bilsangiz agar. Kimga qanaqa deyishni bilasiz, gapirish bilan. Mana menda ham xuddi shunaqa sartaroshxonada shogird bo'lib yurgan paytim, почти yarim yildan oshiq faqat bosh yuvganman. Klientlar faqat boshini yuvaman, changlardan pollanardim. Menda shunaqa holat bo'lgan, ustozimga haligacha rahmat deyman. Adamga ham xuddi shunaqa deganda, bolangiz faqat zo'r bosh yuvadi degan. Kim kirsa zo'r bosh yuvadi, yo zo'r massaj qiladi, o'sha boshlarni zo'r massaj qiladi dedi. O'sha narsadan keyin ustozim bilan yolg'iz qolganimda aytganlar-da, ya'ni gaplar. O'zi sen nimaga kelyapsan? Faqat bosh yuvib ketishganmi? Mashinchi yuryapsan, mashinadan keyin deb sartarosh bo'lib ketaman deb o'ylayapsan. Undan keyin aka 5 oy tinmasdan boshqa talab o'rganib chiqqan soch olish. 5 oy qanaqadir boshqa talab уже yengillik kiritsa o'zimga o'rgangan. Уже undan keyin aka o'rganib bo'lgandan keyin уже davayda ham o'zimnikini ochaman deyman. O'shandan keyin ochgansiz. Undan keyin risk qilib ochganman. Masalan, risk qilishdan qo'rqish kerak emas deb o'ylayman. Ustozlar ko'p narsa o'rgatishadi. Men ustozim hammani o'zi birinchi ustozi otasi bo'ladi. Xuddi shunaqa. O'zi ustozi odam ustoz chayapman. Hamma ustozi otasi bo'ladi. Misol uchun menda adam hamma soha bo'yicha, hamma narsa bo'yicha adam ustozlar. Nega hayot misol uchun oddiy misol hayot yo'nalishida kimdan dars olamiz? Adamizdan dars olamiz. Ikkinchi ustoz o'sha adam amakim bilan o'sha zapchast sohasida polli mana shu ishlab yurgan paytim amakim ustozlik qilganlar. Keyin o'sha servis ishlab yurgan paytim Nurul akam bilan Jamshid akam borlar. Mana shu sotuv bo'yicha, zapchast bo'yicha, mashina bo'yicha hammasini o'rganganman. Keyin 2023-yilda vashshe zo'r narsa bo'lgan. Oktyabrda Instagram Mr. Bahadan ko'rib turib, meni ishga chaqirishgan povurliga. Sibirda restoran ishlagan, Yevropeyskiy restoranga kirgan. Tasavvur qiling, videolarda ovqatlari bir bo'lib musor chiqyapti-da. Chaqirishyapti-da, qayerga Yevropeyskiy restoranga boryapman-da. Men bittaman-da, u Mametda-da. Men o'sha yerga bittada chiqib olishim kerak. 1 haftalik lekin stajirovka o'taganman. 1 hafta ichida normal stajga chiqqanman. Lekin o'sha 1 hafta ichida shunaqa miyamda bitta narsa aylangan. Birinchi kun kelganimda bekor keldim deganman. Chunki 2 oyda turish o'zi bo'lmaydi. Maktabdan kelib borardim. 2 dan 10 gacha ishlardim. 2 dan 10 gacha 2 oyda turish o'zi bo'lmasdi. U ko'radingiz, birinchi kuni shunaqa voqea bo'lgan ekan. Pomidor to'rash kerak bo'lgan. Pomidor ustini artish kerak bo'lgan. Men unaqa narsaga o'rganmaganman. O'tkir pichoq berib qo'yishgan, qo'lim qonab ketgan. Birinchi ish kunimda tasavvur qiling, qo'lim qonab ketyapti. Nima qilishni bilmayman. Qo'limga salfet ko'rganman, cho'nchagimga solib qo'yib bitta qo'lda ishlaganman pulni.
shunaqa qizarmalardan teri oqyapti. O'shani o'zi menga bitta o'pib qo'yganda. Keyin eng yomoni, garchi o'tda 1,5 oy ishlaganman, kuniga 50 ming sinmanlardim. Yoqmayapti, ketaman deb adam aytadi. Men beraman senga o'sha yo'lkir rasvodingni ishlagan yerda. O'pib olsam, deganlik normal narsa o'rganib qo'yganman o'sha ovqat bo'yicha-da. Lekin o'sha yerdan bo'shab ketganimda yomon depressiyaga tushganman. Ishsiz qolib ketdim, pul bilan yurardim, hozir umuman pulim yo'q deb martgacha pulni o'tirganman. Keyin blogerligimdan foydalanib bitta akam ishga chaqirgan desam qilib. Shunaqa bilan qo'yganman. Va o'zi ota-onadan ko'p narsa olasiz, ayniqsa otadan. Men dodam bilan adamga o'zligi tadbirkor bo'lishgan, haligacha qilishadi. O'shalarni juda ko'p olganman. Ayniqsa adam bilan dodamdan, chunki dodam o'zlari o'sha SSR paytda Yunusobod universitetida yog' sotganlar-da, yog' do'konlari bo'lgan. Dodamlar o'sha paytda, masalan, marketingga zo'r tavsiyam ko'proq networking, ya'ni gaplashish kerak-da. Yosh kattami, kichikmi farqi yo'q. Men qatorimi yoki mendan katta odam gaplashish. Mijoz nima xohlayotganini bilish kerak. Ana o'shandan keyin siz mahsulotingizni qanaqa talab qilishingizni taklif qilasiz. Yo'q, o'zi mijoz emas, masalan, suhbat juda ko'p bo'lishi kerak. Masalan, men dodam bilan suhbat qilaman, to'g'ri, SSR eski narsalarni gapiradi, to'g'ri. Lekin o'sha narsaning qaysidir joyi sizni hozirgi paytingizga kelib qoladi. Menda juda ko'p bo'ladi. Masalan, sotuv bo'yicha dodamdan, adamdan, masalan, adamdan muomalani juda zo'r o'rganganman. Chunki adam yoshligimdan mebel fabrikalari bo'lgan, olib chiqib ketardilar. Olib chiqib ketardilar, yurardik do'konma-do'kon, ipodromlarda kirib chiqardilar do'konga, material olardilar yoki stol sotardilar. O'shalarni ko'rib, sekin-sekin o'ptim ochganda sotuv bo'yicha. Eng zo'r ustozim mana har doim aytaman, otam bilan dodam bo'lganda. Eng zo'r ustozim haligacha shu. Menda ham xuddi shunaqa. Eng zo'r ustoz, eng birinchi ustozlarimdir. Men adam bilan amakim ta'minlayman. Shunaqa. Baribir ota-ona, do'da, oilaviy, oilada baribir qanaqadir bo'ladi, ya'ni muhitdan kelib chiqsa hamma bo'ladi. Oilaviy muhit mana oddiy shaxsiy hayotingizda o'zi ishingizga normal ta'sir qo'yadi-da. Shunaqa. Oddiy shaxsiy hayotingizdan siz ishingizdan hayotingizga nisbatan qanaqa narsa olishingiz mumkin. Kimdir aytishi mumkin, ishni narsani shaxsiy hayotga aralashtirib olmang. To'ppa-to'g'ri. Lekin nimadir siz o'sha yerdan olasizda, qanaqa informatsiya keladi, qanaqa informatsiya chiqib ketadi. Shunaqa. Endi bu tema уже unaqa ketdi, chuqurlashib ketdi. Ko'rganlar va bular unaqa ketadi. O'zi 18 yoshli bola. Instagramda yo'nalishingiz o'zgarib ketgan kun qaysi xil, misol uchun nima sabab bo'lgan? Men misol uchun futbolga bo'lib turib, o'zim marketingga o'tib ketdim. Oshpaz bo'lib turib, qattiqdan tasavvur ko'rasiz, to'g'ri oshpazlik qilyaptilar. O'zim ertasi kuni chiqib, men marketingman, kelinlaring men senga video beraman deyapti. Endi boshqa o'zi videolarim ko'rinadi. O'tib ketishim ular xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni Somsadan boshlangan, Somsada ishlaganman, keyin full botga o'tishim kerak bo'lgan marketingga, Somsada ya'ni bo'shaganman, botga o'tdim. O'tgandan keyin uje yurg'izolman, proyektlayolman. Birinchi targetolog bo'lganman, chunki targetologlikda o'qiganman boshdan. Targetda bo'lgandan keyin uje qarasam marketinglikka o'tsa bo'ladi. Keyin davay dedim, ustozimizlar marketing bo'lganlariga tajribalar juda ko'p bo'lganiga ancha o'qib olaman ulardan, haligacha olaman. Xuddi o'shunaqa narsa bo'lgan. Ulardan bitta gaplashganman, aka men shundan o'tmoqchiman deganman, davay o't deganlar. Bitta kurs ko'rib chiqqanman, qarasam bomba, tushunsa bo'ladi, ozgincha harakat qilsa bo'ldi. Menda xuddi shunaqa bo'lgan. Ozgincha harakat qilganman, o'sha targetologlikdan marketinglikka o'tganman. Xorazmdagi loyihamda full marketinglikka o'tganman deb ayta olaman. Chunki qolganlarda SMM baribir qilganman. Marketinglikda oldingi yili Xorazmga o'tganman. Ya'ni full komplekt marketing bo'ldi. Siz o'sha yo'nalishingiz aniq marketing bo'laman maqsad qo'ygansiz o'zingizga. Menda lekin bu narsa juda qiynaladi. Marketing bo'laman dedim. Nima proyekt bitta narsa qo'ydim, hamma narsa qiyin kelib ko'radi. Biznes qilib yaxshi shu yo'nalishda. Ham men agensiya ochib, ham marketingga ham ketiraman, ham o'zim qiziqayotgan sotuv bo'yicha ham qiziqaman. Aytaman hozir hayit kuni erta xudo xolasi qachon hayit? Indingi hayitmi? Hayit kuni o'yinchi sotib ko'rmoqchiman. Zo'r. Risk 0. Chunki tovar o'zimizniki. Berishadi realga, qanaqa aytishadi. Prihod qilib olaman. Misol uchun 10 ta tovar oldim, 10 tadan 8 tasi sotdim, 2 tasi do'konga vazorat qilib berdim. 8 tasini kassasini qilib beraman, qo'ygan foydam o'zimniki. Hamma narsa kirib ko'rmoqchiman-da. Do'kon ochish, boshqa qilish, hamma narsa plani bor, tuzib qo'yganman. $10,000 proyektim orqasidan bo'lib ketadi shu narsalar. $10,000 proyekt qatdan paydo bo'ldi deyasiz. Yanvarda ishlab yurgandim. O'zimga bitta montajyor olaman dedim. Montajyor oldim. Keyin qarasam, menda уже vaqt ochildi. Bo'sh vaqt bo'lgandan keyin nima qilish bilmayman. Tamay risk qilaman-da, agensiya ochaman deyman. O'sha bo'sh vaqtimga agensiya qo'yman-da. Qo'ldan kelsa maksimalga chiqdim. Poli taksida yurgan bo'laman, lekin o'sha oxirgi 3 oy ichida avtobusdan yo'q o'tmayman. Kerak bo'lsa peshkom yuraman pul olmasa. O'zi shunaqa-ku. Poli taksida yurgan bo'laman bo'lsa, komfort plus komfort. Bugun men komfort plusga ketaman. O'sha daromad o'sha narsa talab qotdi deyotganimda. Bitta avtobus uchish qoldi shu marketing ochgandan keyin agensiya ochdim. Agensiya ochgandan keyin o'sha keyingi menda maqsad paydo bo'ldi, ya'ni majburiy maqsad.
оборотga kirgin degan. Ya'ni akam ochib berganlar menga firma. Оборотga kirgan MCHga borishim kerak deyaptilar. Men qana makillab qoldim, jim bo'lib qoldim. Qanaqa qilib men hozir 3 oy ichida оборотga kiraman dedim. Firmam shu pul chiqarishim kerak. Uncha men qanaqadir firma bilan ishlashim kerak. Davay lutchi marketing o'ziga bog'lab qolmaganda, pulni biznesga kiraman deb shunaqa qilib o'sha yo'nalishimni faqatgina tadbirkorlikka bo'ylab qo'ydim. Zo'r. Men ham o'zi 2 yil oldin tur kompaniya ochmoqchi edim. O'sha hamma narsani plan qildim. Meniki endi yoshim kichkina bo'lganiga birinchi bo'lib ichki turdan boshlamoqchi edim. Ya'ni Samarqand, Amirsoy, shunaqa. Ya'ni masalan buni o'ylab qarasangiz, oxirgi paytda 10 mingtadan shu kuniga boshqa davlatdan aholisi kirib kelyapti Toshkentga, O'zbekistonga. Masalan 10 mingtadan ham siz 1500 tasini olib qo'ying o'zingizga, ulardan ichki turizm uchun yaxshi foyda keltiradi. Men hisoblab chiqdim, anaqa qildim. Hamma narsani qilgandan keyin o'sha oxiriga kelganda baribir ustoz maslahati kerak yoki o'zidan katta odam, shu tadbirkorlik qilgan odam maslahati kerak. Men adam bilan gaplashdim. Adam mana shunaqa qilmoqchiman. Adam qil dedilar. Sekin to'xtay qoldim. Ya'ni qilmaydigan bo'ldim. Nimaga? Hozir kirsam bo'ladi, bemalol olib kirib turib, ishlab turib, masalan, o'zimda ham marketing tarafim, ham sotuv tarafim bor. Ya'ni eplab keta oladigan ishim. Tur kompaniya ochib adam bilan maslahatlashdim. Qarasam o'zi bo'lmaydi. Ya'ni nimaga bo'lmaydi? Kichkina tur kompaniyalar juda ko'payib ketgan. Amirsoyga chiqib keladi, 120 ming so'mga. 120 ming sindoshlar yig'ilmayotgan narsa o'sha bo'ladi. Ha. Keyin hisob-kitob qilib chiqdim. Men VIP qildim. Ya'ni VIP emas, 10 kishilik qolman. Turimni narxi 750 mingdan. Odam boshiga ovqatlanish yo'q. Buni o'ylayapman-da, mana bitta odamlar boshqalar beryapti-yu 550 mingdan. Amirsoyga. Samarqanddan ko'ra Amirsoy masalan Vigitda chiqadi, kayfini qiladi, keladi. Qo'pol qilib yesa. Samarqandga ko'pchilik bormaydi. Uzoq yo'l, mashina, suv. Faqat ko'radigan. Faqat ko'radigan narsa-da. Bizning yoshli bolalar narsa qiziqmas. Vot, Amirsoy bordi, undan ko'ra, yaqinda ko'rdim, bitta reklama sindoshlarni tashlab qoldi. Prezidentimiz tushirganlarmi? Yo'q. Prezident tushmay. Tur kompaniya uni ham nomi esimdan chiqib qoldi. Bug'ulaga olib kirardi. Gazeldami ko'rsatdi. Bug'ulaga olib kirishar ekan. Narxi 300 ming. Bug'uga olib kiradi. Nima deyapti? Nimadirni uchirishadi, ya'ni qanaqadirda, kanatni uchirishadi. O'sha 300 ming. Men o'ylayapman-da. Nima qiziq bizning yoshli auditoriya? Mana shu narsa qiziq. Kattalar sanga gazelga ketadimi Samarqandga? Undan ko'ra poyezd, samolyotda ketdi. Taksida ketsa, undan ko'ra nima tezroq boradi-yu, yaxshiroq. Xuddi shu narsani o'yladim-da. Keyin men o'ylab qolsam, meni berayotgan budjetimni sotsam bo'ladi. Zo'r auditoriyaga sotaman. Keyinchalik ularga LTV qilib turib, yana qaytadan sotib o'qisam bo'ladi. Lekin bo'lmaydi u narsa. Ya'ni tur kompaniya hali bor bizda rivojlanib ketishi. Chunki odamlarda qo'pol qilsa hali bilim darajasi kamroq. Unaqa narsa yoshlarning bilim darajasi kattalarga qaraganda juda kam bo'lib ketyapti. O'shada, misol uchun, ko'radi 300 ming ekan, 400 ming ekan, mashina ketamiz. Lekin bunda po faktu hisoblab ko'rsa, 10 to'dan 100 mingdan 1 million bo'lyapti. O'sha 1 million pulga o'zi chiqib ketsa bo'ladi qatqadir. Shunaqa. Oilaviy chiqib ketsa bo'ladi. Oilaviy chiqib ketsa bo'ladi. Men eng yomon ko'rgan narsam, restoranga borish yaxshi ko'raman, lekin o'sha bunaqa narsalarni yomon ko'rib qoldim. O'zimni qo'ldan kelgancha izolyatsiya qilmoq o'sha narsalardan, yig'ilishlardan. Boraman emas, 2 oyda, 3 oyda bir marta boraman o'rtoqlarim bilan. Lekin har doim borishni yig'ishtiraman, iloji boricha topgan pulimni uyga tashlayman. O'sha narsa kayf boshqa. Kayf o'sha ekanda, pulni ko'chada sarflagandan ko'ra, pulni o'zingiz qanchalik topganingiz sari pul o'zingizda qolishni xohlayotgansiz, ko'chaga chiqmasin, uyga kirasan, o'sha pul dirkansiz. Eng zo'r variant shu. O'zi mendan bitta aka bilan gaplashdim, yaqinda tadbirkor, o'sha million оборотлari bor. Aytayotdilar-da, ukamni aytdilar, nima qilasan deyapti, pulingni deyapti. Men endi to'g'risini aytaman, yolg'on emas, menga yoqadigan narsa uydagilarimga pulni berish. Hamma pulim kartada, adam kartalariga tushadi. Men buni hech kimdan yashmayman. Menga nabir zo'r, nafsimni tiyaman, rasxotim kam bo'ladi. Aytayotdilar, nima qilasan? Kontrol bo'ladi, pulim. Nima qilasan dedilar-da. Aka dedim, shunaqa adamga beraman. U eng zo'r ishing shu ekan deyapti. Meni eng katta qilgan xatoim deyaptilar. 18 yoshgacha topgan pulimni deyaptilar, kayfga sarflab o'rganman. O'zimning ishlarimga, rasxodlarimga. Uyga kirsa bir 200 ming, 300 ming so'm pul olib kiraman. Lekin topayotgan pulim почти $1000 bo'lgan oyiga deyaptilar-da. Keyin men o'ylab qolmanda, aka noto'g'ri gapirmayaptilar deyapman-da. Aytayotdilar, "Sani agar aqling bo'lsa deyaptilar, qo'pol qilib, sindoshlaring bilan u joyga borishlarni yoki u kimlar bilan qatqaga borishlarni ham kamaytirgin deyaptilar-da. Eng zo'r vaqt deyaptilar, 20 yoshgacha o'zingni nishingni o'zingni anaqangni topib olgin. 20 yoshdan keyin o'sha orqangda masalan $1 million o'sha kompaniya bo'lsin yoki undan kamroq kompaniya. No kesin pul qattandir. Unda qilsang, u narsa boshqa. U narsaga o'sha o'zingda xohish bo'ladi, o'zingda o'sha возможность bo'ladi deyaptilar. Menga juda ham zo'r yoqdi bu narsa, menga qanaqadir ta'sir qildi. Xudo xolisa o'sha narsaga qarab o'sha sekin ketib qolamiz. Siz ham mana hamma o'zi
qanchalik aqlingiz ishlasa, siz уже ko'chadagilar bilan, uydagilar bilan mazza qilasiz keladi uylarga borib. Eng zo'r variant men shu deb o'ylayman-da. Baribir nima qilib, masalan, aytadiku bir xillar do'sting bilan sirlash, u bilan sirlash deylar. Eng zo'r variant ota-ona bilan sirlashdi. Oxirgi 3 oy ichida-chi, men bitta narsamni men uydagilar bilan gaplashib boshqacha, gashti boshqacha narsa ekan. Bu seriozli narsa ekan u. Ayniqsa adingiz bilan gaplashasiz. Adingizlar bilan gaplashib o'tirasiz. Уже Gaplashishga kelaveradi, ularni masalan olib, yoningizga o'tirasiz, stop gaplashsin deysiz-da. Ya'ni Instagramda ota-ona qadriga yetdi. U misol uchun kimdir o'zi bu narsa 25-30 yoshda tushunayotgan bo'lsa, bizning yutug'imizda voqlik tushunayotganimiz bo'ladi shu narsa. Shunaqa. Meni fikrimcha shu narsa. Bizning eng katta yutug'imiz hozirgi kunda ham ishlayotgan raqamimiz, proyektimiz, pulimiz emas, balki mana shu ota-onamizning qadriga vaqtida yetayotganimiz bo'lyapti menimcha. Siz yoqtirgan top 3 ta bloger ayting, umumiy. Xo'p, menga yoqadigan top 3 ta umumiy sohali bo'yicha. Birinchisi Asror Iskandarov yoqildi. Men o'zi umuman kuzataman anchadan beri. Keyin Alisher Isayev yoqildi. Alisher Isayev. Ya'ni hammaning o'zining sohasi bo'yicha, shaxsiy bilim bo'yicha ular. Keling, top 3 tani aytmang, top 4 tani ayting. Xo'p. Sarvar akani ham qo'shib yuborasiz deyman-a? Yo, o'zi aytaman mana. Uchinchisi. Masalan, Asror aka, shaxsiy bilim bo'yicha, Alisher aka, polniy biznes bo'yicha. Sarvar aka sotuv bo'yicha o'zimning mustaqil Hojiakbar akam bolalar, ular polniy hamma narsa bo'yicha men juda ko'p bilaman. Ustoz birinchi bo'lish kerak edi menimcha. Yo'q, birinchida ustoz har doim. Lekin munosib blogerlar orasida blogerlarning orasidan olib kelsam, chunki ustozning auditoriyalari kam, lekin tajribalari juda ko'pligi uchun men juda hurmat qilaman shu 4 ta insonni har doim kuzatishga harakat qilaman ular. Bizning tengdoshlarimiz bo'lsa, misol uchun Rabiyev channel aytdik, Murodjon aka gaplashib ko'ramiz. Kelinglar, suhbatlashib ko'ramiz. Mana shu umumiy temalarda, ya'ni qanaqa marketingga aloqasi bo'lgan, sotuvga aloqasi bo'lgan, hozirgi misol uchun o'zimizning yoshimizda zoomerlarda kasb tanlash muammosi, kasb ishlashdagi muammo. Mana shu narsalar haqida gaplashib, o'zimizdan zoomerdan keyingi avlodga, mana shu zoomer avlodlarga insight beramiz desak bo'ladi. Bu o'sha 20 yoshdan pastdagilar o'zini sohasiga kirib kelgan, endi yangi kelganlar, o'sha bilimi borlar. Biz boya aytgan marketingda, sotuvda, SMMda farqi yo'q. Nima tadbirkormi bu bola, ishlab chiqaryaptimi? Hozir tadbirkorlar, yosh bolalar juda ko'payib ketgan. Ya'ni siz yosh avlodga bu narsa bera olasiz. Ya'ni biz to'g'risini aytsak, 20 yoshdan tepaga bu videoni qilmadik. Ya'ni videoda ham aytib qo'yamiz. Bu videomiz 20 yoshdan pastga. Ya'ni o'zimiz tengqurlarga qanaqadir informatsiya olsin, biz ham qilganmiz, shu yo'ldan o'tganmiz degandek narsa. Lekin xudo xolasa, gapingizni bo'ldim. Xudo xolasa, hozir misol uchun ikkalamiz gaplashyapmiz, keyingi suhbatlarimiz balkim o'zimizdan katta natijalarga, rostakasi natijaga erishgan odamlarni chaqirib suhbat qilib ko'ramiz. Mana shuni bitta narsa aytib ketish kerak, eslatib, har bitta gapirgan gapimizni biz o'zimizdan olib, qayerdandir olib gapirayotganmiz Instagramda ko'rib. Bu narsalar bizga ustozlar bergan maslahat, ustozlarimizning eshitgan gaplarimiz, o'zimizni misol uchun tajribada ko'rgan narsalarimiz. Kerak bo'lsa xato qilib ustozlardan, akalardan, xo'jayinlardan gap eshitib turib, o'rgangan narsalarimizni o'sha narsalarni sizlarga aytib beramiz, o'sha narsalarga kelib chiqib. Ham nimadir deb anaqa qotganmiz. Ya'ni YouTube'dagi podkast ko'rib turib, yoqqa nima deb bo'ladi? Olmaganmiz, ya'ni gap so'zlarimiz. Oy 15 xillas. Bu shunaqa.